Unity o'quv markazini asoschisi Gulasal Altay Ibragimova bilan gaplashamiz. Va o'ylamagan kasbim bu o'qituvchilik bo'lgan. Bundagilarni ham tashlab yugurganman-da. Kollejim taraf yugurib ketyapman, orqamdan baqiryapti, titratyapti. Yana ham qattiq qo'rqaman. Ko'chmayman, yana bir arendachi bilan muammo bo'lgan, men boshqa narsa ochmoqchiman, chiqinglar deganda, ko'chmayman ham kerak emas, o'qitmayman ham, hech nima kerak emas. Mahlis xona shug'ullan, necha soat shug'ullanardi desa. Kechirasizlar-ku, lekin men shug'ullanmasdim-da. Shuncha narsa qilib, to'g'ri maza qilyapman, o'rganyapman. Har yerga yetalganim boradi, o'zi yerga yetish oson emas. O'qiyotgan odam shundaylar, menga basakanda demanglar. Har bir inson o'qiy oladi, faqatgina qo'lini tushirmasa bo'ldi. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz Unity o'quv markazini asoschisi Gulasal Altay Ibragimova bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum Gulasal opa. Avvalambor bu intervyuga rozilik berganingiz uchun katta rahmat. Tayyorlab kelgan savollarim bor. Qarshi bo'lmasangiz, shu savollardan boshlasam. Sizga ham kattakon rahmat. Rahmat sizga. Savollarimiz qiziqarli. Men o'zim savollarni endi tayyorlash davomida ozgina ma'lumot kelgan uchun o'sha ma'lumotlardan foydalanib tuzdim. Xo'p, birinchi savolimiz endi doimgidek o'zingiz haqingizda ozgina tanishtirib, o'zingizni va ingliz tili o'quvchisi sifatida yo'lingiz qanday boshlangan? Shu haqida ozgina gapirsangiz. Bu qanaqadir ma'noda juda qiziq bo'lsa kerak. Meni o'zimga g'alati tuyuladi, chunki har bir soha haqida o'ylab ko'rganman yoshligimdan, ya'ni soha tanlash oson emas. Va o'ylamagan kasbim bu o'qituvchilik bo'lgan. Nima o'ylamagansiz to'g'risida? O'qituvchi bo'laman deb hech ham tasavvur qilmaganman. Doktorlikni o'ylaganman, bankda ishlashni, ekonomist bo'lishni, har narsani o'ylaganman, lekin aynan o'qituvchilikni emas. Lekin o'qish davomida o'qish tanlaganimda Politexnika institutida o'zimizda 2 yil o'qidim. Iqtisodiyot fakultetiga kirganman. Keyin Amerikada o'qidim, u yerda buxgalteriyani o'qidim, Angliyaga bordim. U yerda biznesni bitirdim. Ya'ni sohalarni har xilini bitirdim va 2 xil sohada Angliyada ishlab ko'rdim. Ya'ni buxgalter bo'lib ishlaganimda o'zim tushundimki, bu meni soham emas. Va men o'zim bir narsani qilib va o'sha narsani natijasini ko'zim bilan ko'rmasam, meni o'rnimni bosish mumkin bo'lgan insonlar bo'lsa va o'zim qilayotgan mehnatni samarasi o'laroq bir narsa ko'zimga ko'rinmasa, bundan maza topolmasligimni tushundim. Va o'shanda 1 yil ishlagan davomida har kuni meni birov bo'ynimdan boylagandek olib borib kelardi. Va shu ishim juda ham yaxshi to'lashadi, odamlari yaxshi. O'zim orzu qilgandaqa ish edi aslida, ya'ni bitirganimcha. Lekin keyinchalik ish jarayonida tushundimki, bu meni ishim emasligini va shunda ko'p afsuslandim. Hozir afsuslanmayman, chunki bugungi kunga Gulasal bo'lish uchun o'sha yerdan o'tishim kerakligini keyin angladim. Taqdir, alhamdulillah, har narsa behikmat bo'lmasligini. Va shu jarayonda men endi qaytib kelishimiz kerak bo'ldi va qaytib kelishimga ham o'zim juda ham ishtiyoqmand bo'ldim. Shu hammasidan qutulish uchun bo'lsa kerak, qaysi bir ma'noda. Hayot hammasi zo'r edi, lekin men o'ylagan narsa yo'q edi. Aynan kelib nima qilishimni ham bilmasdim. Farzandli bo'lganmiz va shu jarayonda uyda o'tirganimda juda ham zerikdim, lekin bilar edim yana qaytib o'sha buxgalteriya yoki biznes bo'yicha ishlanmasligimni. Va sekin-sekin bitta o'quvchini qo'shnimizni o'qitishni boshlaganman, kichkina bolachani. Shunda shunaqa bir zavq tuyganmanki, buni tasvirlab bo'lmaydi. Shuni aytgandim, bitta o'quvchi ko'payib, shuni jarayonidagi mazani tatganimdan keyin, men o'qituvchi bo'lsam bo'larkan degan fikr kelib qolgan. Va keyinchalik, ancha keyin o'qituvchilikka magistraturaga o'qidim. Ya'ni o'qituvchilik kasbini egallamay o'qituvchi bo'lganman. Lekin o'qituvchi bo'lishni o'ylamasdan boshlagan bo'lsam-da, bunga juda ham katta shukr qilaman. Shu savolingizdan yana bitta savol tug'ildi. Hozir men nimamda savollarning ichida yo'q bu savol. Hop, o'sha chet elda yashaganman deyapsiz-ku. Shularda misol yashash tarzi bilan biz yashash tarzimizda qanaqa farqlari bor? Misol asosiy farqlarni aytib bera olasizmi? O'xshashmi yoki umuman farqlanadimi? Bu qiziqda baribir yashash tarzi. Yo'q, juda katta farq bor albatta. Ya'ni chet elda yashash
o'z vataningizda yashash deymiz. Yaqinda bir maqola o'qigandim, juda ham bir qiziq yozilgan ekan. Siz chet elga borsangiz, chet elga bu yerda turib chet elda orzu qilasiz, u yerga borganda o'zingizni vataningizni sog'inasiz. Va borib kelgan odam hamisha o'rtada qoladi. Ya'ni bu yer ham, bu yer ham. Qaysidir ma'noda to'g'ri. U yerda qaysi joy bo'lmasin, o'sha bir necha mamlakatlarda bo'lgan bo'lsam, har birini o'ziga yarasha bir yaxshi taraflari bor, sog'intiradigan jihatlari bor. Masalan, insonlarni aytasizmi, samimiyat yoki insonlarni qanaqadir, masalan, Amerikadagi insonlarda, men har holda yashagan shaharchada insonlar juda ham pozitiv, intiluvchan, o'zi bilan o'zi ovora, hech kim bilan ishi yo'q va o'zi qilayotgan ishini sidqidildan qiluvchi insonlarni juda ko'p ko'rganman. Ya'ni men uchratgan insonlar. Va shu hislatlarni juda ham sog'inaman. Bizda yo'q deya olmayman. Alhamdulillah, har qayerda bor bu insonlar. Va u yerdagi ko'rgan narsalarimni samimiyatda sog'inaman. Oddiygina bir hikoya aytib beray. Men yangi borganman. Bizni orientation deyiladi, ya'ni o'sha hamma chet eldan kelgan o'quvchilar bir hafta oldin borish kerak. Endi biz programma bo'yicha borganligim uchun kech qolib borganman. Ular o'sha shuttle yordamida magazinga borib kelgan ekan. Endi men yangi borganman, pastel olish kerak, mayda-chuyda narsalar olish kerak, borishim kerak. So'rab yozib chizib oldim o'zimga kartani, Google Map'dan chiqarib berdi. U paytda Google Map'larni ham tushunmasdim, keyin aytib turdi, yozib oldim. U yerga borib qaytganimda sumkalar katta, yengil, lekin katta sumkalar bilan kelyapman. Eng qiziqarlisi, trotuar tekis, chiroyli, pokiza, birorta odam yo'qda. Na trotuarda, na uylardan. G'alati, xuddi o'lik shahardek. Mashina tinmay qatnayapti. Va u yerda narsalarimni olib qaytib chiqib, qaytib kelayotganimda mashina sekinlab o'tib ketishyapti, sekinlab o'tib ketishyapti. G'alati tuyuldi menga. Qo'rqinchli bo'larkan, chunki bilmagan shahrimga yangi borganman va qiz bola, yosh bo'lganman. Keyin bitta mashina to'xtab, bir bola, yoshgina bola, qayerga ketyapsan? Yurki, men tashlab qo'y, deb mendan qo'rqoq odam yo'q bo'lgan bo'lsa kerak o'sha paytda, shunaqa qo'rqib ketganman. Qo'limdagilarni ham tashlab yugurganman-da. Kollejim taraf yugurib ketyapman, orqamdan baqiryapti, tipillatyapti. Yana ham qattiq qo'rqaman. Qo'layotgandek. Keyin o'sha narsalarimni olib borib resepsiyonga tashlab ketgan ekan, yaxshi topganman. U olib kelib tashlab ketgan. Keyin o'zi qarasa qo'rqyapti deb tushunmagan bo'lsa kerak, keyin to'xtatgan, teplatishni ham boshqani ham keyin tashlab ketgan ekan. Aytmoqchimanki, o'ziga yarasha bizdan farqli taraflari juda ham katta. Va har bir joyda. Bu degani u yer zo'r degani emas. O'zbekistonni juda ko'p yaxshi jihatlarini afsuski yo'qotganingizda ko'rasiz. U yerda ko'rganman, borganimdan keyin ko'rganman va hozir ham alhamdulillah O'zbekistonga yetadigan joy yo'q deb. Farqiga yetib olasiz u yerga borganingizda, qadriga yetasiz. Xo'p, ikkinchi savolimizga o'tamiz, lekin bu ma'lumotlar haqida umuman men ko'p davlatlarda bo'lganingizni eshitgandim, lekin ajoyib hodisalar bo'lgan ekan. Xo'p, ikkinchi savolimiz, Farg'onada birinchi o'quv markazlaridan birini ochish g'oyasi qayerdan kelgan? Qo'rquv bo'lganmi? Endi bu qo'rquv bo'lishi aniq, u qanday bo'lgan shu protsess aytib bera olasizmi shuni? Qo'rquv bo'lmagan, umuman bo'lmagan. Chunki o'quv markaz ochganman deb o'ylamaganman. Men o'sha uyda o'qitishni boshlaganman, bir ikkita o'quvchilar. Keyinchalik qiziqqanman, farzandim juda katta bo'lganlar va o'quvchilar yig'ish uchun qanaqadir ma'noda nafsingizga urishingiz kerak va o'zingiz yoqtirgan narsani qilmoqchi bo'lsangiz, karyera qilmoqchi bo'lsangiz, bir narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, nimalargadir yurishingiz kerak. Men shu yerda yana bir o'rinda aytib ketayim, Angliyada ham juda ko'p odamda, Amerikada ham o'zbeklarni ko'p ko'rdim. O'zbekistonda qilmaydigan ishlarni qilishadi. Hayotda bu yerda o'shanchalik darajada ishni qilishmaydi, o'shanchalik jon berishmaydi, u yerga borib qilishganini ko'rganman. Juda ko'pchilikda. Va shundan kelib chiqib aytaman, qayerda bo'lmasin, joningizni berib ishlasangiz va sidqidildan ishlasangiz, albatta oyligi ham, ish ham zo'r bo'lib ketaveradi. Va u yerda masalan men o'sha paytlarda harakatimdan hamma ishlarni qilib ko'rganman. O'zim o'qishni bitirganim jo'ra o'shani hisobigami balkim kelib menga bir g'alati tuyulmagan.
o'zim qo'limda, chunki uyda kompyuter bor edi, printer yo'q edi, qo'limda yozib e'lon, shunaqa Angliyada universitetni bitirgan o'quvchi istayapti, shunaqa deb turib telefonlarimni qoldirib sentrga kliylab chiqqanman o'zim. Keyin mani ukam, bir ikkita odamlar qanaqa qilib sentrga yopishtirib yurdingizmi, kallangiz bormi degan odamlar bo'lganda hayron bo'lishgan. man gunoh ish qilmayotgan bo'lsam, bir uyaladigan ish qilmayotgan bo'lsam, ha sizni pulingiz yo'qmidi, qiynalib qolgan joyingiz bormidi, gap unda emas. Man o'zimni boshlamoqchiman ish. Yo'ldan boshlash degani shundan boshlanadi-ku. Man childirma olib chiqib sentrda jar solayotganim yo'q. O'zimni ishimni qanday qilib boshlashimni o'yladim. Shu yo'sinda boshlangan, keyin o'quvchilarim ko'payib uyimizga sig'may qolgan. Bitta joyda arenda olganman, bir xonacha, kichkina xonachada, u yerda ham sig'may qolganmiz. Keyin sekin kattalashib, ikkita xonali joyga bordim. Universitetda juda ko'p joyga ko'chib yurganmiz. Stol-stullarni, ya'ni jichcha narsa olasiz, u yerdan bu yerga, bu yerdan bu yerga. Shunaqa qilib juda ko'p kichkina yatiti ochganman boshida. Keyin o'quvchilarim qaysilaridir ulgurmayotganini ko'rib, eplanmayotganini ko'rib, kimlarnidir haydab borardim, kimlarnidir hali harakati bor-u, lekin yetolmayapti. Mani gruppamga yetolmayapti. Yaxshi bilgan o'quvchimdan san yordam berib bor. Buni qilib bor deb turib qarasam, atrofimda 3-4 odam o'sha ishlayapti ekan. Keyin o'sha yatni ochgan, keyin nima qilsam bo'ladi, nelegal ish qilayotgan bo'libmi degansam, keyin dadam yo'q, buni o'quv markazi qilish kerak, narsa qilish kerak. Unaqa narsalarga vaqtim yo'q edi, rostini aytsam, ertalab 6 dan kechqurun 6 gacha ishlardim, obedga ham vaqtim bo'lmasdi. Dars dedi. Bilmadim, dada xullas kimdir kelib boshimni qotirmasin deganman. Dadam yugurib ochganlar va o'sha ko'chib yurishdan zerikib bir kun axiri xo'jayinimga yig'laganman. Bo'ldi, ko'chmayman, yana bir arendachi bilan muammo bo'lgan, boshqa narsa ochmoqchiman, chiqinglar deganda, ko'chmayman ham kerak emas, o'qitmayman ham, hech nima kerak emas menga desam, xo'jayinim o'zimizga joy qilamiz deb keyin aylanib yurib o'zlari joy topdilar. Keyin o'sha yerda alhamdulillah Allohning inoyati bilan, izni bilan o'sha yer qurildi va shu yerga ko'chib kelganimizdan keyin bunday qaraganda o'quv markazi deyishganda, o'quv markazim yo'q edi. Realize qilib bilmaganman. Shunaqa birinchilardan bo'lgansiz shu hisobda. Ha, o'sha paytlarda shunaqa bo'lsa kerak, balki. Eshitishim bo'yicha shunaqada. Chunki adashmasam o'bstan ham oldin ochilgansizda, adashmasam. 10-yildan keyin ochilgan. Qoyil. Keyingi savolimiz endi boshida eng katta xato yoki qiyinchilik nima bo'lgan? Mana qanaqadir xato yoki qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa, misol. Hozir aytyapsiz, lekin ertalabdan kechgacha ishda bo'lganman, ko'p narsani o'ylamaganman deyapsiz. Xato, qiyinchiliklar bilmasam, meni yonimda turadigan qalqonlarim ko'p bo'lgan, alhamdulillah. Avvalambor otam, onam, xo'jayinim juda katta yordam berganlar. Men tashakkur aytishdan charchamayman. Chunki ko'ryapman, mana o'qituvchilarimiz bor, ayollarni ko'ryapman. Ko'p narsaga erishalmay qolib ketayotganligini sababi yonidagi o'sha tushunadigan, sen buni eplalasan deyiladigan inson bo'lmaganligi uchun. Ya'ni ayol kishi baribir zaifa bo'lar ekan, unga kimdir nimaga erishishidan qat'iy nazar kimdir kerak ekan. U eplalasan, ha bu senga eshitma emas degan gapni o'zi yetadi. Qo'llab-quvvatlab turish. Albatta, o'sha narsa sizni cho'qqaga erishsangiz ham o'sha narsa kerak, erishalmasangiz ham o'sha narsa bo'lmaganligi uchun erishalmaysiz. Ya'ni kimnidir ishonchi, kimnidir sizga bo'lgan iliq so'zi sizga nisbatan o'sha narsa bilan ko'p narsa inson erishib olsa bo'ladi. Va albatta hali oilada kamchiliklar bo'ladi, bir narsaga ulgurmaysiz, ayniqsa ish bilan band bo'lib qolganingizda ulgurmas ekansiz, ovqat deysizmi, uy tozalash deysizmi, boshqami. Bular hammasiga ota-onam va xo'jayinim, qaynam-qaynatam meni tushunib, mayli qizim ishlayapsiz, mayli charchab qolyapsiz, mayli bunaqa deb yo'q, teppa-teng yordam berishgan. Chidab desak bo'ladi. Chidab. Juda ko'p joylarda yosh bo'lganman, ko'p xatolar qilganman, ko'p narsani bilmasdim.
ovqatni faqat ovqat qilishni bilardim desam bo'laversa kerak. Uni hamki o'zi Angliyada o'zim yashaganligim uchun Amerikada iloji yo'qligidan ovqat qilib o'rganganman, telefonda qilib. Agar endi nima solaman, endi keyin nima solaman bilan o'rganganman. Shuni hisobigami. Lekin qiyinchilik bo'lganlarini o'zimda qiyinchilik bo'lmagan. Meni nazarimda men ko'pchilikka qiyinchilik, oila a'zolarimga qiyinchilik yaratgan bo'lsam kerak. Alhamdulillah ular meni tushunib ko'p yordam berishgan. Lekin masalan o'quv markaz ochishdagi dokumentatsiya deysizmi, yurg'izishdagi dokumentatsiya deysizmi, o'qituvchi o'quvchilarni hammasini kimlardir menga yordam bergan. Yollashda qolgan. Alloh o'zi bir narsani agar sizga xayrli bo'lsa, o'zi yo'llarni mendek ochib berarkanda, o'zidan o'zi hamma yo'q ochilib ketgan balkim va hamma taqdirot o'sha yerga kelishingizga bir Alkimga Ogar degan kitob bor. Tavsiya qilaman hammaga o'qishda. Juda ham ajoyib kitob. Shunda aytgandek omens, ya'ni o'sha signallar bo'ladi hayotda va sizga agar bir narsa xayrli va o'sha narsa bo'ladigan bo'lsa, Alloh o'zi hammangizni eshiklaringizni ochib turadi. Shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Qo'yil. Xo'p, keyingi savolimiz, nima uchun aynan ingliz tili ta'limiga e'tibor qaratgansiz? Qo'limdan keladigan ish bo'lsa kerak. Sizningcha shunaqa? Yo'q, bilmadim. Men matematikani juda ham yaxshi ko'rardim. O'zi buxgalteriyani bitirganligim hisobiga bizda hali keyin mana kirib keldi SSA bo'ldi. Men u paytda SSA o'qiganman. Shular bor edi. Bilmadim, qalbimga Alloh ingliz tilini solgan bo'lsa kerak. SSA yoki buxgalteriyani qaysidir yo'nalishi haqida o'ylaganman, biznes kurslar o'qiganlarim bo'lish haqida. Lekin nimagadir eshigim aynan ingliz tili orqali ochilgan deb o'ylayman. Umuman ingliz tilini o'rganishdan maqsad o'sha chet elga borib ishlashdi o'zi. Asosiy maqsad chet elga borish edi. Chet elga chiqib ketaman, u yerda men Cambridge universitetida o'qiyman, bitiraman, zo'r ishlarda ishlayman. Maqsad shu edi. Lekin keyin yana bitta holat, uzr gapingizni bo'ldim, ustoz. Misol uchun o'sha ingliz tilini kimdirlar misol birorta maqsadi uchun o'rganadi, majburlab o'rganadi-da. Endi sizda qanaqa bo'lgan bu protsess? Misol o'zingiz rostdan yaxshi ko'rib o'rganganmisiz yoki o'sha men orzuyim bor, shu orzumga yetishim kerak deb o'zingiz majburlaganmisiz? Yo'q, biz paytimizda ingliz tilini o'rganish juda ham qiyin edi. Resurslar kam edi, internet yo'q edi. O'qituvchi ham o'zi juda ham kam edi va shuning uchun men bir qiziqib o'rganganman deya olmayman. Qiziqqanman nimani hisobiga, maqsadimga erish uchun. Orzungiz borligi uchun. Hozirgi resurslarga qarab aytaman, maza qilib o'qisa bo'ladi-da. Maqolalarda, kitoblarda, podkastlarda, boshqa narsalarni maza qilish uchun ham o'rganib qo'ysa bo'ladi. Ingliz tilini emas, o'shalarni o'rganish orqali ingliz tilini o'rganib qolsa bo'ladi. Men o'quvchilarimga aynan shu metodda o'qitaman. Sizlar eslaringizdan chiqaringlar ingliz tilini. Bo'lganini bilganlaringizni bilgansizlar. Hozir tushunmayapman, qilmayman, uni qaranglar, mana ma'noda qaranglar, mana nima beryapti. Shunaqa scope of mindlaring uchun shunaqa maza qilib o'rganamiz. Qaranglar, mana hayotlaring bunaqa bo'ladi, mana bunaqa qilsalaring bo'ladi deb o'rgataman. Lekin bizda unaqa bo'lmagan. Ba'zi paytimda mana shuni o'qib, mana shu kitobni tugatsam, mana uni tugatsam, so'zlar yodlab bo'lsam, keyin chet elga boraman degan ma'noda yodlaganman. Zubreniya orqali desam to'g'ri bo'lsa kerak. Mashalloh. Hop, hozir keyingi savolimiz. Men bilishimcha Celta o'qituvchisiz. O'sha Celta sizga o'qituvchi sifatida nima berdi va bu haqida ozgina gapirib bersangiz. Men Celta o'qishdan oldin Websterda magistratura o'qiganman. U yerda bir yil o'qish davomida juda ko'p narsa o'rganganman va o'ylaganmanki, zo'r mana hamma yoqda o'rgandim, yaxshi. Menga chunki katta kashfiyot bo'lgan, chunki backgroundim teaching bo'lmagan, o'shani hisobiga Celtani Websterda o'qishdan oldin umuman o'zim bilgancha o'qitardim. Ingliz tilini bilardim, lekin o'qitishni bilmasdim. O'z yo'lingiz bilan. O'zimcha tushunganimcha nimani qanday tushunsam, shularni o'zim kitoblarda izlanib o'rgatganman. Websterda o'qiganda ular effektivniy yo'llarni, har xil metodlarni o'qiganimda shunaqa xursand bo'lib kelganman. Kelib o'qituvchilarimizni yig'ib magistraturani bitirgan, o'qiyotgan, hammasi deyarli universitetimizda o'qiyotgan o'qituvchilarida mana bunaqa metodlar bor, bunaqa desam, hammalar qarab, qarab turishibdi-da. Menda zavq boshqacha, chunki o'rgangan narsalarim shunaqa bir katta kashfiyot bo'lgan menga.
desam ha bilasalar mani o'qituvchilarim hammasi o'quvchilarimidi ha deyishgan bilarmidilar desam ha qayerdan bilarlar universitetda o'qitgan shularni bilarmidilar nimaga bo'lmasam shu vaqtgacha shu narsalar darslaringda qo'llamagansilar desam ha endi bu oddiy teoriyadagi narsalarda deyishgan o'shanda tushunganman buni katta farqi bor ekan teoretический o'rganish bilan keyin prakticheskiy uni qo'llash hayotda qo'llash tatbiq qilish o'zimcha prakticheskiy man qo'llayapman deb o'ylaganman selda o'qiganim jo'r man ularni endi qo'limdan kelgancha qo'llab kelgandan keyin bir necha yil keyin seldan o'qiganimda keyin yaqqol ko'zimga ko'rinishni boshladi mana u narsa mana o'qiganimiz mana bu yerda ekan bunaqa beryapti ekan deb qilyapman degan narsalarimni ko'pini yuzaki qilgan ekanman chunki kimdir sizni nazorat qilmaydi kimdir sizni yaqindan ko'rmaydi va yaqindan sizga feedback bermaganligi uchun qilayotganga o'xshayverarkansiz yoki qilar ekansiz lekin o'shani maksimalga olib chiqarmas ekansiz selfida aynan o'shani praktikada qo'llaganingiz uchun ha buni qilarding buni bunaqa qilmading yoki mana aytdim bundaroq qilgan edi yana yaxshiroq bo'lardi degan narsalar feedback beriladi chiste feedbackda ishlanganligi uchun ham juda ko'p narsa berdi aynan o'zingizni mahoratingizni praktikada sinab va mahoratni oshirib olish uchun inson baribir hali universitetda o'qiganingiz boshqa keyin hayotda qo'llash boshqa degan narsalar ana shunda ko'rdim teoriya va praktika demoqchisizda farqi bor bir yil teoriyani yiqqan ekanman u katta yordam berdi menga nyuanslarni har bir narsani nimagaligini rutini ko'rib chiqish uchun lekin praktikada qo'llaganimda flowlarimni ham topoldim ya'ni uni jamlash qiyin demoqchisizda teoriya bilan praktikani birdaniga qo'llash qiyin demoqchisiz shu narsani berar ekan ustozlarimizda endi universitetda ko'p ko'rganman gapingizga qo'shilaman ular teoriya bo'yicha juda kuchli faqat shu amaliyotda ozgina o'xshashadi afsuski keyingi savolimiz sizningcha yaxshi ingliz tili o'qituvchisini boshqalardan ajratib turadigan 3 ta asosiy jihat nimada qanaqa jihatlar ajratib turadi boshqa ustozlardan misol uchun faqat ingliz tili o'qituvchisi emas aytsam bo'ladiki har qanaqa kasbda ham bir nechta omillar bor masalan man yangi o'qituvchi ishga olayotganda intervyu qilganimda deysizmi avvalambor qaraydigan narsa jihatlaringiz borda va shuni o'quvchilarimga ham tushuntirishga harakat qilaman siz zo'r bilmang lekin zo'r bo'lishga intiling bu birinchisi hamisha eng zo'r bo'lishga intilishingiz kerak harakatdamisiz o'rganishdan charchamaydigan inson bo'lish kerak ya'ni man maza qilaman o'rgangan sari yana ham o'rgangim keladi degan narsalar bo'lsa bu zo'r va mana haligi suhbat qilib gaplashib maza qilasizku open keyin o'rganish uchun ham gaplashish uchun ham hamma yoqamli ochiq ko'ngil samimiy inson bo'lish kerak va o'sha samimiyat ko'p narsani bildiradi ya'ni hammani oldida kimgadir pretend qilish emas kimgadir bir narsani battering qilish emas aynan o'zi bo'lishni yaxshi ko'radigan insonlar bu qo'rqmaydigan insonlar bo'lishi kerak tabiiy haqiqiy inson demoqchisizda man masalan judayam qadrlaydigan insonlarim yaqin o'zimga olaman o'qituvchilarimiz aynan o'shalar menga betimga bunaqa noto'g'ri qilyapsiz bilasalar samimiy ravishda qo'rqishmaydi nimaga qo'rqish kerak bo'lgan zot Alloh bandasidan emas albatta qoyil shuning uchun agar o'qituvchi deysizmi yoki boshqa kasb vakilimi hamisha izlanuvchan hamisha o'rganishga va hamisha oldinga intilishga va samimiy bo'lib o'sha kasbini sidqi dildan bajarish hamma ishni ham sidqi dildan bajarish yaxshi ko'raman ijozangiz bilan 7-chi savolga o'tsam ya'ni keyingi savolimiz to'g'rog'i hop o'quv markazi ochmoqchi bo'lgan yoshlar birinchi maslahatingiz qanday bo'lar edi ayni qanday maslahat bergan bo'lardingiz yetarlicha tajribaga ega bo'lishsin har qanaqa ishni boshlashdan oldin hali hamma o'quvchilarimga ham savol beraman kim bo'lmoqchisiz hammasi zo'r bo'lmoqchi direktor bo'lmoqchi boshqaruvchi bo'lmoqchi hammani orzusi ham hali oddiy pastda qolish maqsad emas bu yaxshi albatta faqatgina esdan chiqmaslik kerak tepaga pastdan chiqiladi
agar man bir xilgilar keladi, man o'quv markazi ochmoqchiman, mana dadam pul beradilar yoki mana xo'jayinim beradi, bunaqa nima qilay deb maslahat so'rab kelgan bir necha odamni bilaman hayotimda. Ochmang deyman. Ayniqsa o'quv markazida, ilmni, ta'limni ochmang. Siz uni o'zingiz build up qilmasangiz, ter to'kmagan bo'lsangiz, uni mashaqqatini birga his qilmagan bo'lsangiz, bu juda ham qiyin narsa. Chayasiz. Ta'limda riskovat qilish degani bir bola emas, bir necha o'nlab bolani hayotini orqaga surish, qoldirish, qiziqishidan qoldirib qo'yish, juda ko'p narsalar bo'lib bo'ladi. Shuning uchun bu juda qo'rqinchli narsa. Hatto hozir ham har doim meni uyqu bermaydigan deysizmi, qiynaydigan masala shu bolalarni haqqi, umri zoya ketib qolmayaptimi? O'quvchilarimiz bekorga vaqtlari ketib qolmayaptimikan degan qo'rquv. Maksimal harakat qilyapmizmi? Qayerdadir nimadir xatolarimiz, albatta hamma xato qiladi. Faqat o'sha xatolarimiz ustida ishlayapmiz. Kimlargadir shu zarariga ishlab qolmayaptimikan degan narsa hech ham tinchlik bermaydi menga. Agar siz o'shani boshidan o'zingiz ham o'quvchi bo'lib, birinchi odamdan boshlamasangiz qiyin. O'zi boshingizdan olmasa. O'qituvchilarim ham o'shaning uchun balkim biz meni atrofimdagi o'qituvchilar deya olmayman, ular meni oilam, oila a'zolarim. Chunki qanaqa qiyinchiliklar ular o'qitayotganini bilaman. O'zim o'qituvchi birinchidan o'qitib chiqqanligim uchun. Shuning uchun ularni yaxshi tushunaman. Masalan, yangi olgan o'qituvchilarimiz ustoz mana bunaqa muammo bo'lyapti desa, ha, mana uni bunaqa qilgansan, o'quvchiga bunaqa deb ko'rdi, ota-onasiga bunaqa deb tushuntirib ko'r, yoki mana bunaqa qil, mana odamga kirib ko'rda, xuddi shunaqa muammoda qanaqa yechayotganini ko'rasan. Chunki hammalarini bilaman va o'zim ham boshimdan o'tkazganligim uchun, mana bunaqa qilsa bo'ladi deb ayta olaman. Bo'lmasa u o'qituvchi ham aytolmaydi va u o'qituvchiga maslahat beradigan bo'lolmaysiz. Unga kim maslahat beradi? Shuning uchun ta'limda maslahat bergan bo'lardim. Boshidan o'zingiz ter to'kib, olib chiqing o'quvchilarni, qanaqa qilib qiyinchiligini, o'zingiz mashaqqatini ko'ring, keyin toki boshqa yoningizdagi insonlarga ham foydasi tegadigan bo'lsin shu tarafdan. O'quv markaz ochish bu 5 minutlik ish bo'lsa kerak, Alloh oson qilib qo'ysa hech nima emas, lekin uni eplay olish, vijdonan eplay olish juda qiyin narsa. Yuritish qiyin demoqchisizda. Yuritish ham oson bo'lsa kerak, vijdonli yo'l qo'ysa. Aytmoqchimanki, bu hali masalan bitta biznes bo'lsa, yopilib ketsangiz hech nima zarar qilmas. Bitta narsangiz o'xshamay qolsa, endi yangitdan chiqarasiz. U o'xshamay qoldi deganingiz kimlarnidir hayotini, umrini, vaqtini, ota-onasini, umidini, qiziqishini o'ldirib qo'yish degani. Shuning uchun bunda juda ehtiyot bo'lish kerak. Katta rahmat, haqiqatdan ham shunday. Xo'p, yana shogirdlaringiz haqida hozir gapirdingiz. Shogirdlaringizdan eng esda qolgan natija yoki hikoyani aytib bersangiz, misol birorta natija eng yuqorimi yoki umuman olganda qanaqadir qiziq hodisa bo'lgan bo'lsa, birortasini aytib bersangiz. Har bir o'quvchim bir o'zgacha dunyo. Har biri hayotimda juda katta muhim ahamiyatga ega. Bilmadim, bunisi bundan ko'ra afzal emas. Har biri mehnati esimda, ya'ni qilayotgan qurbonligi, qilgan qurbonligi va ularni qanchalik darajada muhabbat bilan, intizorlik bilan, xohish bilan o'rganganliklari. Shuning uchun har birining o'zining hikoyasi bor. Kimdir qattiq mehnati bilan esimda. Masalan, bir jiyanim bor edi. Adashmasam 4 yil universitetga tayyorlanganlar, o'zim tayyorlaganman, lekin o'qishga kirolmaganlar, 5-yil yoki 4-yil o'qishga kirganlar. Juda ham qiynalganlar, ya'ni olishga qiyin bo'lgan. Sen buni eplaysan, mayli hamma nima desa desin, hamma qarshi chiqqanda ham buni eplaysan, faqat tashlamasang bo'ldi. To'g'ri, masalan, omillar ko'pda, masalan, ota-onasi o'qigan, ota-bobosi o'qigan odamni olish osonroq bo'ladi. Yoki o'sha qarindosh urug'ida qanaqadir qonida bo'lgan odamda olish qobiliyati kuchliroq bo'ladi. Kimdirdir ota-onasi o'qigan, lekin olish past bo'lishi mumkin. Olishi past degani tashlab yuborish deb tushuniladi. Bu senga emas ekan degan tushuncha ko'p bo'ladi. Lekin shu qizimiz mana shu nuqta hamma menga yana bir marta isbot bo'lgan. Hamma inson o'rgana oladi, cho'qqiga erisha oladi, harakat qilishdan to'xtamasligi kerak xolos. Bir o'quvchim
shunchaki darsga kelar edi, o'ynab gapni faqat eshitib ketardi, bir vazifalarni ham qilib tashlamas edida. U shunchaki yasha darsda o'tirib qo'yib ham 8 olib chiqib ketganda. Men nima qildim deb keyin har bir o'quvchimiz yaxshi ball olganda darsimga olib kiramanda, gruppadoshlariga, keyingi kichikroq gruppalarga misol bo'lish uchun savol javob qilib beringlar. Nima qildingiz? Qanaqa shug'ullanib, necha soat shug'ullanardingiz desa, kechirasizlar-ku, lekin men shug'ullanmasdim-da. Shu darsga kelib ketar edim, xolos, qanaqadir bo'lib, darsda maza qilib chiqib ketar edim, xolos deganda kuldim. Kimdir kechasi bilan, chunki bu meni jiyanim uyimda yotib tayyorlangan 4 yil kechasi bilan ham uxlamasdan tayyorlanadi qonqizida. Shunaqa qilib tayyorlanib zo'rg'a bir narsaga erishsa, kimdir shunchaki ketib qoladi. Allohdan rizqi, nasibasi bo'lsa kerak. Shuning uchun bir aynan bitta o'quvchim demay, har biri bir olam, bir hikoya. Vujudi cho'zilib ketib qoladi, hammasini aytsam. Qoyil. Hozir shu aytgan gaplaringizdan bir narsa esimga keldi. Hali qiynalib o'qigan, tashlamagan. O'zimda ham shu holat bo'lgan. To'g'risini aytsam, hali endi buni samimiy bo'ladigan bo'lsam, oldin ingliz tilini juda yomon ko'rardim. Sababi bor ediki, endi Amerika bu har xil gaplar bor, hozir ham bor gaplar. Hali har xil urushlar boshlagan degan gaplar bor, eshitgan bo'lsangiz, shunaqa narsa boshimga kirib qolgan. Shu narsa men aynalardim deganda, shuning uchun bu ingliz tilini men o'rganmayman deb yurardim. Lekin bir odam sababchi bo'ldi, shu ingliz tilini o'rganishni boshladim. Shundan keyin qiynalganim, siz aytgan tasavvur qildim hozir qiynalish qandayligini keyin bildim. Shu qiynalib bo'lsa ham, hali unchalik zo'r o'qimagan bo'lsam ham, lekin nasib qilib IELTS topshirdim. Endi u paytda unaqa 6 ham yaxshi edi. Hozir 6 ni ko'pchilik to'g'risini aytganda unchalik deyishadi, lekin o'sha payt yaxshi edi, Xudoga shukr. Aytmoqchimanki, odam mehnatisiz haqiqatda erisha olar ekan. Shu narsani. Shu narsa kechirasiz, sizni aytmoqchiman. Juda ajoyib fikr, ya'ni 6 shunchaki. Masalan, Amerikaga ketganimda 5,5 olganman. Bizni paytimizda 5,5 bo'ldi. Mana hozir ham bizda mana mass media, televizor, mana rumorlar hammasi minusga yurdi deb o'ylayman. Chunki 8 da ko'ryapmiz, 8,5, 9 da ko'ryapmiz. Katta o'zgarish yo'q aslida. 5,5 da qiynalib olayotganlar soni minglab, 7, 8 olayotganlar bir necha o'nlab yoki yuzlab deylik. Masalan, 100 mingning ichida 100 da 7 olganda, 8 olganda biz hamma 8 ishtimamas ekan deb 100 tani hamma reklama qilib ko'rsatyapti. Shunaqa. Mana 100 ming tani hech kim aytayotgan yo'q, o'shani hisobiga 8 ishtimamas ekan deb qo'yamiz. Shunday, xuddi shunday. Men o'quvchilarimga vazifalarni berman, mana shularni qilasizlar desam, kechagindagi o'quvchilarim aytadi: oldin men 8 olaman, 7 ishtimamas dedim. Shuncha narsa qilib, to'g'ri maza qilyapman, o'rganyapman. Hali 7 ga yetolganim yo'q, o'da 7 ga yetish oson emas. Desam, nimaga bo'lmasam hamma 7 olib yotibdi deyapsiz. Hamma 7 olganlarni ko'ryapsiz, 5 olganlarni ko'rmayapsiz. Mehnatini ko'rmagansiz. O'zgartirdim o'zimni, atrofim yoqmaganda, foyda yo'q boshqalarni ayblab o'zimni oqlaganda. Yillar o'tib borgandim, ko'p bilishga, intilishga, nimanidir xohlaganda. Qaniydi menga ham kimdir shu gaplarni aytganda. Endi boshlaganda, 16 yosh bo'lganimda ko'zim to'la yosh bo'lganda. Ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni. Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim usholmaydi. O'zing ko'taril, yulduzlar oldinga tusha olmaydi. Bilaman ahvol og'ir, ham men ham o'tganman ko'changdan. Men ham jonimga tekkan, dimiqib yutganman ko'changdan. Nima ham o'zgaradi, lekin qamalib o'tirsang uchangdan. Men kurashaman oxirigacha, borim tikkanman bu jangda. Kimsan, qaysi makon, tomon, o'zing qayerdasan, qayta xonadon. Agar hammasi bo'lsa yomon, dunyoni o'zgartirib boshlab shu xonadan. Gapni cheki yo'q, xohlasang shu yerda qol, bu xona bor senga. Lekin yurganniki yo'l, dunyodan haqqingni ol, bu xona tor senga. Sen yolg'izmassan, orzuing bor seni, bekorchimassan, o'z mavzuing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni, harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Sen yolg'izmassan, orzuing bor seni.
xuddi shunday qiyin narsa. gapingizga qo'shilaman. U o'zi bilan o'zi kurashish bor albatta, buni yengish bor. U oson narsa emas ekan. Xo'p, hozir savolimiz 5 yil ichida, 5 yildan keyin misol uchun o'zingizni va o'quv markazingizni qayerda ko'rasiz? Alloh nasib qilgan joyda. Endi misol uchun rejalar bo'ladi-yu, baribir biz reja qilamiz, Alloh o'zi aytgani bo'ladi albatta. Qanaqa rejalaringiz bor? Misol uchun qanaqadir bir qo'shimcha bir joy ochmoqchimisiz? Endi bu qiziqish uchun so'ralyapti bu. Bizda hozir kechagina kulibmiz, mana statistika qilamiz, nima qilamiz deb bolalar hamma yoqda qo'yib chiqishadi. 3 ta filialimiz bor ekan deyishadi. Qachon ochibmiz deb keldim. Filiallar ochganimizni ham sezmay qoldik. O'zi hayotdan nimagadir bir narsa bilan ovora bo'lib qolsa, shunday bo'lib qoladi. Shuning uchun men ayta olmayman. Bunaqa buncha filial ochamiz, bunaqa. Alloh o'zi oson qilib qo'ysa, o'zidan o'zi bo'lib qolar ekan. Filiallar ochmoqchi ba'zida eng hali qilmayman degan ishim filial ochishdir. Chunki meni asosiy maqsadim o'sha o'qituvchilarimiz o'zimizni nazoratni yo'qotib qo'ymaslik, o'zimizni men qo'rqadigan birovda haqqini yeb qo'yish. Ya'ni o'shani xo'p ochib qo'ysamda attagi o'qituvchini qanaqa ta'lim berayotganini nazorat qilolmay qolsam, chunki o'zim mana shu yerga ham zo'r qo'lgayapman, ulgurmayapman. Hatta qanaqa qilaman? Yo'q deb birinchi Nodirbek Ilbatga menejer bo'lib ishga kelganlar, taklif qilganlarda hech ham o'ylamay bo'lmagan gap degandim. Yo'q, o'zi eshik ochilib qoldi va alhamdulillah o'ylaganimdan ko'ra bir ajoyib tarzda ochilib hamma yoq ketyapti. Shuning uchun plan qilishda o'zi hayotda yo'g'roqman. Men ishongan narsam inson o'zini qilayotgan va qilayotgan ishiga sidqi dildan maksimum harakat qilaversa, Alloh o'zimdek kerakli joyga borib qo'yadi, eshikni ochib qo'yadi va o'sha paytda ochilib ketaveradi. Yaqindagi planimiz bor. Inshaalloh Alloh agar shuni xayrli deb bilsa deb duo qilib turibman. IT yo'nalishi bo'yicha ham va kasbiy tayyorlov bo'yicha ham qanaqadir kurslar ochish. Chunki men o'quvchilarimni kam o'zim bera olmayotgan va qiynalayotgan joyim hammasi deyarli bitiryapti-da. Endi nima qilay deyishadi. Universitetga kiraman, qatga kiray yoki men bitiryapman, hali yana 2 yilim bor, 1 yilim bor, nima qilay? Ko'ryapman, bular keyin shu bilan hali bir fanni o'rganib qo'yishyapti. Fanni o'zi emas, kasbiy tayyorgarlik kerak. Bola o'zini xohlagan sohasini ustida ishlashi, o'shanga intilishi kerak. Shu narsani ko'rishi, praktika qilishi kerak. Bular biz zamonimiz tezlashib ketyapti. Shunga universitetga kirib o'rganaman degan payt emas. Undan oldin tayyorgarlik qilib olish kerak. Universitetlarda ham zo'riga kirish uchun shu narsalarni isboti kerak. Ya'ni siz siz shunaqa bo'lmoqchisiz, doktor bo'lmoqchisiz, nima qilib qo'ydingiz? Munosib bo'lishi kerak. O'shanga munosiblikni isbotlovchi fundament yaratsa, ham o'zida ham o'qish davomi qiyin bo'lmaydi. Ham kasbiga muhabbat oshadi va o'zini ham bir sinab oladi. Shuning uchun IT juda ham katta soha, deyarli hamma yoqqa qamrab oladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar hozir ITni yaxshi bilish kerak. Bu biznesmen bo'lishsin, xoh ingliz tili bo'lsin, xoh matematik bo'lsin, xoh o'qituvchi bo'lsin, qanaqa kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun birinchi o'ylaganim va duoda bo'lganim, agar xayrli bo'lsa, shu kasbiy tayyorgarlikni nasib qilsin Alloh. Inshaalloh. Yaxshi, endi oxirgi savol emas-ku bu. Umuman bizni hozir tomosha qilib turgan misol tomoshabinlarga qanaqadir oxirgi o'sha fikrlaringiz yo qanaqadir tilaklaringiz bo'lsa aytib o'tsangiz bo'ladi. Menimcha sizni ko'pchilik tomosha qiladi baribir. Endi men sizni juda ko'p eshitganman, to'g'risi. Faqat o'sha workshopda ko'rish nasib qildi. To'g'risi, endi bu tomondan ko'p o'tardim, lekin meni tasavvurimda shunaqa ediki, endi baribir o'quv markazlarida odamlarni to'g'ri o'quvchi sifatida kiritish mumkin, balki kirishmas ekan deb o'ylardim. Endi shunaqa tushuncha bor edi. Endi men hali ingliz tilini o'rganmagan paytimda keyin u narsani tushunib yetdimki, xohlagan odam kirib bemalol nima qilsa bo'ladi. Shuning uchun qanaqadir tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytib qoldirsangiz. Tilagim shuki, Alloh hammaga ilmga bo'lgan muhabbatini oshirsin va har birimiz iloyim intiluvchan bo'lishlikdan charchamaylik. Har bir tomoshabin, yoshlar, insonlar intilib, harakat qilib, zabt etsin cho'qqilarni. Chunki biz bu dunyoga shunchaki yashash uchun kelmaganmiz. Shunchaki bu
kunimiz o'tishi uchun yashashimiz noto'g'ri deb o'ylayman. Har birimiz bir olammiz va bir katta o'zgarish uchun dunyoga kelganmiz. O'shani anglash va shu o'zgarishni qilish, jamiyatga, atrofga, insonlarga yaxshilik qoldirish bilan shug'ullansak, bu dunyo va oxiratimiz uchun katta ish qilganmiz deb o'ylayman. Va ishonamanki, har birimiz bu ishni uddasidan chiqamiz. Mani tilagim intilishdan, ilmdan, o'qishdan charchashmasin. Man o'zim bir narsani aytib o'tib ketay. Ko'p kitob o'qishga targ'ibot qilaman. Kitob o'qinglar deb. Buni ko'p suhbatlarimizda ham aytganman va aytib boraman nimaga muhimligini. Faqat bitta narsani aytib qo'yishibdi. Men ham kitobni sevib tug'ilgan odam emasman. Juda ham yomon ko'rardim kitob o'qishni boshida. Faqat o'sha bir nuqta bo'lganda majburlanib, shuni o'qimasam bo'lmas ekan deb ayam aytganliklari uchun yoki o'zim o'sha maqsadimga bormasam nima qilishim kerak deganimda shuni o'qishing kerak deyishganda shuni o'zim majbur qilib o'qiganman. Ag'a keyin maza qilishga o'tib ketgan. Har bir o'qiyotgan odam shuninglar, menga bas ekanda demanglar. Har bir inson o'qiy oladi. Faqatgina qo'lini tushirmasa bo'ldi. Ishtiyoqda, intizomda, harakatda to'xtamasa bo'ldi. Aytganingiz kelsin, tilinglar uchun katta rahmat. Yana bir bor sizga katta rahmat demoqchiman shu intervyuga rozi bo'lganingiz uchun. Men haligi qiziquvchi odam sifatida shunaqa suhbatlar juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun katta rahmat sizga. Agar ko'rib turgan bo'lsalaring bizni Gullasol opani menimcha juda ko'p talabalar ko'radi, juda ko'p shogirdlari ko'rishadi. Hozir ustoz misol uchun bir savolga to'liq javob bera olmadilar. Endi to'g'rirog'i shu shogirdlarini hurmat qilganlari uchun. Shuning uchun sizlarda agar qanaqadir holatlar bo'lgan bo'lsa, Gullasol opa bilan yozib qoldiringlar. Qiziq holatlar bo'lgan bo'lsa, kommentariyalar kutib qolaman. Hammaga katta rahmat. Ustoz sog' bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.